Kunlarning birida bir olim suv ustida tajriba o'tkazmoqchi bo'libdi. U ikki tayyorlab olibdi. Biri quyosh nuri tushgan, gullar bilan bezangan yorug' xona bo'lsa, ikkinchisi esa zimziyo, tozalanmagan xona ekan. Olim har bir xonaga bir piyoladan suv qo'yibdi va birinchi xonaga kirib suvga dedi: "Sen yagonasan, go'zalsan, noyob, irodalisan" va boshqa chiroyli so'zlar. Ikkinchi xonaga kiribdi va so'zlabdi: "Yomonsan, bo'lmaganingda yaxshi edi. Shunday ham bo'ladimi? Qo'lingdan hech narsa kelmaydi." Shunga o'xshash barcha yomon so'zlar. Ertasi kuni kelib, olim qarasa, birinchi xonadagi suv juda tiniq, shisha kabi tiniq, go'yo zamzam suvdek. Ikkinchi xonadagi suv esa hatto hayvonga ravo ko'rmaydigan darajada iflos edi. Olimning xulosasini qarang. Insonlar ham shunday. Yaxshi insonni ham yomon deyaverib, yomon qilib yuborishadi. Iltimos, ulardan yaxshi so'zlaringizni ayamang, zero ular bu so'zlarga muhtojdir.